Bu video siz ko'rganlaringiz ichida eng zerikarlisi bo'lishi mumkin. Chunki bu videoda biz 24 soat davomida to'xtamasdan kitob o'qib ko'ramiz. Anchadan beri shu savol qiynaydi: 24 soat kitob o'qisa bo'ladimi? Nechta kitob o'qisa bo'ladi va nimalar bo'ladi? Mana shu savollarga bugun javob olamiz. Agar sizga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Yo'qsa like tugmasini bosing, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, boshladik. Xullas akalar, soatimiz ko'rishingiz mumkin 11:46 va ertaga xuddi shu soatda kitob o'qishni to'xtatamiz va qancha kitob o'qidik, nimalar bilib oldik, hammasini birgalikda hisob-kitob qilamiz. Video davomida mana bu qaysi kitobdan boshlangani va hammasini ko'rsatib ketaman. Aytgancha, kommentariyga fikringizni qoldirib qo'ying, chunki siz fikringizni qoldirsangiz albatta hammasiga javob beramiz va keyingi videolarni mana shu sizning fikringizga qarab olamiz. Xullas, Qalb Iffat kitobidan boshlaymiz. Demak, ketdik. Video qanaqa bo'lishini o'zimga ham qiziq, zerikarli bo'ladimi yo'qmi? Buni video davomida ko'rib bilib olasizlar. Men faqat kitobni o'qib, qancha kitob o'qish mumkinligini va oxirgi xulosalarni videoning oxirida aytib o'taman. Xullas, shu daqiqa o'zida hozir 14 bet o'qidim va hozirda o'zida zerikib bo'ldim. To'g'risini aytaman, hozir 3ta hikoyani o'qib tugatdim. Mana shu 3ta hikoyada hech narsani tushunmadim. Hop, aslida bunaqa kitob o'qimayman, lekin nechta kitob o'qishni hammasini challenjda sinash uchun yana davom etamiz. Nima qilardik? Hop, mikrofonni olib qo'yaman. Chunki bu bizga kerak emas. Xullas akalar, challenge boshlanganiga 3 soatdan o'tdi. Hop, 20 sahifadan beri asta-sekin voqealar, ya'ni kitobdagi voqealarga asta-sekin tushuna boshladim. Kitob asosan
diniy mazmunda, ya'ni nimada ayol iffati haqida, ya'ni Allohga qanchalik yaqin bo'lish haqida ekan. Xullas, o'qishni maslahat beraman, ko'proq ayollar o'qish kerak deb o'yladim. Hozirgi fikrlarim mana shu. Aniq xulosani oxirida aytib o'taman. Xullas, challenge davom etyapti. Hozir 6 soat bo'ldi va 159-sahifaga yetib keldim. Hop, 6 soat davomida nimalar bo'ldi? 6 soat davomida kitob mazmunini tushunishni boshladim. Ya'ni kitobda boshida aytgan fikrlarim hozir unchalik ahamiyatga ega bo'lmay qoldi. Bu kitobni hamma o'qish kerak degan fikrga keldim, chunki payg'ambarlarimiz haqida Iso payg'ambar, Yahyo payg'ambar, Zakariya payg'ambarlar haqida ma'lumot berilgan ekan. Xullas, hamma o'qish kerak degan fikrga keldim. Endi 70-80 sahifa qoldi. Mana shuni o'qib umumiy xulosalaymiz va boshqa kitobga o'tishimiz kerak. 7-soatga yetib keldik. Mana hozir ko'rsataman. 18:41 daqiqadan so'ng 7 soat bo'ladi. Hop, endi 188-sahifaga keldik. Buni o'qib oldim. 189-sahifaga keldim. Xullas, 7 soatdan beri to'xtamasdan kitob o'qiyapman. Hozir boshimda ozgina qandaydir boshqacha og'riq paydo bo'ldi, lekin yana o'qishda davom etaman. Shu kitobni tugatib, keyin kitobga o'tishimiz kerak. Hali bizda yana kitoblar turibdi. Mana shucha kitobni o'qib olishimiz kerak. Xullas, akalar, shuning uchun mehnat uchun bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Albatta, keyingi videolarni bundan-da qiziqarliroq qilamiz, yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.
Xullas, kitob o'qishni boshlaganimizga ro'parasi 8 soat bo'ldi. Endi hop, hozir 200-betga yetib keldik. 210-betga 20 bet qoldi. Hop, endi taxminim bo'yicha ikkita kitobni to'liq o'qib tugatamiz yoki ikkitadan oshiq 3taga yetib bormaydi. Xullas, bunaqa taxmin qilib turibman o'zim. Endi u yog'ini vaqt ko'rsatadi. Hop, yana yangi kitoblar keldi dastavka bo'lib. Buni do'kondan oldik. Bu yerda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Xullas, buni o'qish mana shu challenge uchun buyurtma qilgandim. Bitta kitobni mana shu 24 soat o'qib tugatish bo'yicha, lekin boshqa kitoblarni navbati bilan o'qiymiz. Shuncha kitob turibdi. Shuning uchun kommentni, laykni, obunani portlatamiz. Kommentariyani bitta stiker bo'lsa ham tashlab qo'yamiz va keyingi videoda 7 kunlik challenge o'tkazamiz va shunda hamma kitoblarni o'qib tugatamiz. Albatta bu sizlarni aktivligingizga bog'liq. Video yoqqan bo'lsa layk tugmasini bosing, kommentariyada fikringizni qoldiring, kamchiliklar bo'lsa yozib qoldiring. Albatta to'g'rilashga harakat qilamiz, chunki yangi kanal boshladik, yangi challengelar, 24 soatlik challengelarni qiziqarliroqlarini olamiz. Xullas, qiziqarli videolarni olamiz. Xullas akalar, portlatishimiz kerak, shunda keyingi videolar yaxshi chiqadi. Xullas, bitta kitobni o'qib tugatdim 9 soat mobaynida. Hop, mana soatni ko'ramiz. Mana 21:04. Ya'ni 9 soatda bitta kitobni o'qib tugatsa bo'lar ekan. To'xtamasdan 9 soat o'qidim. Lekin mana shu kitobni o'qishni tavsiya beraman. Hamma o'qish kerak ekan. Hop, endi Dale Carnegiening Do'st orttirish va insonlarga ta'sir o'tkazish kitobini o'qiymiz. Buni qancha vaqt davom etishini bilmayman. Vaqtga qarab qo'yaveramiz. Demak, ketdik. Xullas, challenge boshlanganiga 15 soatdan oshdi. Hozir 15-soat to'liq bo'ldi. 15 soatdan o'tdi. Hop, 134-betda ketyapmiz. Hop, soatimiz 2:14 minut o'tdi. Xullas, hozir rosa o'tib kelgan. Mana bu kitobdagi hech narsa miyaga kirmayapti, lekin iloji boricha o'qishga harakat qilyapman.
va nihoyat ikkinchi kitobni o'qib tugatdim. 9,5 soat bo'ldi bu kitobni o'ziga. Xullas hozir 18,5 soat bo'ldi-da umumiy challenge boshlanganiga. Endi yangi kitobga o'tdim va uni o'qishni boshladim. Hop, challenge tugashiga 6 soat yoki 5 soat qoldi taxminim bo'yicha. Xullas akalar, challenge'imiz o'z nihoyasiga yetdi. 24 soat davomida to'xtamasdan kitob o'qidim va challenge tugadi. Hozir to'xtalangan pauza tanaffuslarini yozib qo'yganman. Joyga yozib qo'yganman. Bundan tashqari ovqatlanishga ketdi, tashqariga chiqishga, xullas shunaqa narsalarga vaqt ketganlarni yozib qo'ydim va kunda bir 15 daqiqa uxlab qolibman to'g'risini aytganda, va mana shu nimani ham qo'shib, vaqtlarni qo'shib umumiy 2 soat qo'shdik va 11:45 hozir soatimiz 15:00 ga borib taqalyapti. Ya'ni 15 ekan 15:00 bo'ldi. Yonimda qo'shimcha soat yo'q, shuning uchun video qilib tayyorlayapman. Xullas, Madina mudofaasi kitobini 240 sahifasiga yetib keldim. Dale Carnegie do'st orttirish va qalb iffati kitoblarini to'liq o'qib oldik. O'rtacha 9 soat vaqt ketdi. Qalb iffati kitobida asosan payg'ambarlarimiz Zakariya alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Yahyo alayhissalom va asosan Iso alayhissalom tug'ilishlari, katta bo'lishlari va vafotlari to'g'risida to'liq ma'lumot berilgan ekan. Hop, keyin Dale Carnegie do'st orttirish va ta'sir o'tkazish. Buni o'z nomidan bilib turibsizlar. Bunda asosan amalda qo'llashga yo'naltirilgan va ko'proq aytib o'tilgan ekan. O'qisalang o'zidan xulosa chiqarib olaverasizlar bu kitobdan. Chunki ko'p narsa joyini tushunmadim men va Madina mudofaasi. Bu yerda Madina qamalda qolganda turk soqchilari bir poshosi o'sha Madinada qanday ishlar qilgan va u yerda qanday qamalda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan hammasi haqida ma'lumot berilgan ekan. Xullas akalar, videoga vaqtida deb o'ylayman. Bu o'zimga juda yaxshi eksperiment bo'ldi. Ya'ni ko'pchilik kitobxonlar 2-3 soatda challenge'larda o'qib tugatgan. Men bunda 9 soatda o'zim uchun yaxshi deb o'ylayman, chunki hech bir kitobni bir kunda, ya'ni bir kun emas 9 soatda o'qib tugatmaganman. Shuning uchun bir kunda 24 soatda 3 ta kitob, taxminan 3 ta kitob o'qib tugatdim. Yaxshi. Menga bu challenge yoqdi o'zim uchun. Buni qilsa bo'lar ekan, ko'pchilik kitob o'qib yuradi, lekin bu challenge-ni anchadan beri olmoqchi bo'lib yurdim. Xullas, aytadigan bo'lsak, like tugmasini bosib qo'ydilang deb o'yladim, obuna bo'lib qo'ydilang deb o'ylayman va bugungi videomiz oxiriga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.